Assalomu alaykum, tuzimiz aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ahad Qayumda ishi chiqib qopti, o'rniga men keldim prodyuserlikka. Aha, ssenariyda berib yuboringlar, aka, iltimos. Aha, хорошо. Aha. Bo'ldi bo'lmasam, ana bosaveramizmi? Tayyormisizlar? Action, ketdi. Moshni yonasida ham zo'r kirib ketdi, aylanib ketdi hozir, yeb biladi. Aha, yeb biladi, ani menga qarang, ani boshliq kelindi, somoqchimi ssenariy bo'yicha tushunmadim. Lola, xo'jayin, bu yerda nima bo'lyapti? Yeb biladi, nima bo'lardi? Aylanib ketdi, ani aka xotiningizni somoqchi. Ye, xolasangiz siz ham qo'shiling. Ukangni bos. Sen menga baqiryapsanmi? Aha, yo endi ani baqira olmaydi, ani somchasi qo'lingizda. Yo aylanib ketdi, nima baqiradi? Kecha bu yerga kelganda yo'q. Biz bir-birimizga ko'ngil qo'ydik. Bugundan boshlab bu Lola meniki bo'ladi. Malade, soma kelindi o'zingizni qo'ygansiz. Qarang, tuppa-tuzuk ko'z tegmasin. Menga qarang, ani kelinni paka bu seriyasida boshliq soptiraversin, keyingi seriyalarida ani yeshcho mijima qo'yamiz gruppa bo'y. Ikkilaringni ham solaverasizlar. Nima dilang? Agar kimdir yo'limda qov bo'ladigan bo'lsa, mendan yaxshilik kutmasin. Lola endi meni qalbimning egasi. Ye bilate, meniki demay, qatig'imdek birovni xotinini. Ye, hozir ani aka nima qilsin, sizlarga qarab 5 ga 1 solsinmi? Ye, bu variantingiz to'g'ri kelmadi. Menga qarang, siz gapiringchi, siz rolingiz keldi. Davay, ketdi. To'ppa to'g'ri. Men siznikiman. Bahrom akaga bugun sizni sevishimni aytmoqchi edim. Voy malades, ham qatiqqa to'ymagan millat, somsani vahshiysi. Voy aylanib ketdi, nima bo'lyapti? Aytishing shart emas. Aqlli. Hamma narsani tushunadi. To'g'rimi, Bahrom? Nima? Dilingni yutdingmi? Tushundim. Ye billati g'alati bismi aylanib ketdi. Yoqda ani boshliq xotinni solaman deb yotibdi-yu. Ye, siz hol bo'ladi deyishingizni qarang. Qo'shing o'zingizdan bironta gap. Aylanib ketdi. Lekin g'alati emasmi, xo'jayin? U meni xotinim edi. Nimasi g'alati bo'ladi? Kecha seniki edi. Bugun esa meniki. Ye, gap yo'q, kecha sen solding, bugun men solaman deyapsizmi, shef? Ani ertaga apshakka qo'yib yuborasizlarmi shunda? Ha, mana milsangdan chiqmasmi bo'lsa, birikda sopib qo'yaverami? Tekin joyda. Ha?